Assalomu alaykum. Umar o'z obunachilari, yaxshimisizlar? Andijon Moshbozordan juma kunlik 16-yanvar kunidan boshlaganmiz. 16-yanvar juma tongidan Nexus 3 narxlarini bir qator yoritib beramiz. Sizlar bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, kommentariyaga yili bilan nomini yozib ketisham, esdan chiqmasin. 2019-yil kraskasi buni. 30-35% kraskasi bor. Suvalari butunmi? Suvalari butun. Ekran lazeri bor, ABS kaysanelari gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. 4 ta diska balonlargacha o'rnatib qo'yilgan, yumshoq balonlarda. Yog'ini ko'rishlaringiz mumkin mashinamizni. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Chexol poligi bor. Ikkinchi paysa 2 evrosidan yurgani qancha? 140 ming probegda. Shumkalari ham bor ekan buni. Orqalarida ham chexol polilari bor. Menimcha buni to'ro eshigi shumka ham bo'lgan shekilli. Buni to'ro eshigi shumkami? Shumka bo'lish kerak, deyapti. Gazlari bor. Zapaska balonlari ham bor. Hamma yo'llari bor, bo'ldi. Mana bu tomon ko'rinishlari. Narxini qancha qo'yamiz buni? Narxini 6800 kanal. 6800 yo'q, bank yo'q. Faqat naqdga. Barter bor. Andijonda mashinalar yili yangi bo'lsa pul beramiz, yili eski bo'lsa ular beradi. Bo'l, nomeringiz 97lik 97lik 473 473 2080 raqamiga aloqaga chiqib, Umar Uzdanman deyish esdan chiqmasin. Umar Uzdanman desanglar yanada narxlarini tushuntirib beradi. Telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. Akalar, 2019 da biz davom ettiramiz. Nexus syomka qilishni bittadan like bosib, kommentariya o'z fikringizni qoldirib ketisham esdan chiqmasin. Kraskasi buni. Kraska kapot kirili. Kapot kiloda kraskasi bor. 2019 ablisovkaga ham o'zgartirishlar kiritilgan akamizda. Motor hadovo korobkalari o'ta go'zal. Ekran lazeri bor. Ekran lazeri nima deganlar uchun rasxodini kamaytirib beradigan narsa. ABS konditsioner gazlari bor. Yonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Mashinaga yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Tonirovka qancha ruxsati bor? 5 oy tonirovkaga ruxsati bor. Chexollar bor. Probega qancha bo'ldi? 340 ming yurgan, 2 euro. 2 euro Nexus 3 mashinamiz. Rollar chiqib tushadi. ABS konditsionerda ham muammosi yo'q. Mana bu biyalardan salonlarini ko'rishingiz mumkin ekan. Orqa tomon ko'rinishlari. Mashinamizda gazlari bor. Benzin ham yuryapti. Benzin ham yuryapti. Narxini qancha so'rayapsiz uni? Buni pulini yaqinlashtirib 7000 dan o'tib beramiz. 7000 dollar kami bor. Variant chiqadi bunga? Variant bank chiqadi aka, bank chiqadi. Kelishgan holatda endi telefon qilasizlar aka. Biz maslahat beramiz, kelishaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 790 1007 raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Genalni ham berasiz. Genalni beriladi. Telefon qiling aka. Arzonidan ismi, o'zingizga mosdan ismi, telefon qilsangiz yana gapirsangiz bo'ladi. Umar Uzdanman deyish esdan chiqmasin. Xo'p, aziz obunachilarimiz, sizga Nexus 3 kerak bo'lsa, mana 2023 mi, 22 mi? Odil aka bu. Odil aka 22 mi, 23? 22-yil kraskasi. Motor hadovo korobkalari. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2022-yil ishlab chiqarilgan Nexus 3 avtomashinamiz. Yurgani 114 ming. 4-pakelina propan gazlari bor. Ha? Bor. Bitta yumshoq balonlari bor. Ideal holatda. Tonirovkaga-chi? Tonirovkaga gayigacha ruxsat. Gayi ushlaguncha ruxsati bor. 4-paysa avtomat korobka bar. Yurgani 120 ming, 114 ming yurgan. Mashina gazlari propan. Orqalarini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Qiziqqanlar uchun naqqa nech pul bu? 10,5 mingga beriladimi yo kam yami? 10,5 ming dollar kam bor. 2022-yil 114 ming yurgan, kraskasi toza. Qiziqqanlar uchun holatlarini ko'ryapsizlar. Nomer kimga qo'yamiz? 97lik 977 0027 raqamiga aloqaga chiqinglar. Dokumentda muammosi yo'q. Yana batafsil ma'lumotini egasiga o'ziga telefon qilib gaplashsangiz bo'ladi qadrdon.
Hop, Nexus 3 olmaydigan tanishlaringizga mana ko'ring qadrdon. Yili necha edi? 2022-yil. Kraskasi-chi? Kraskasi petnosi bor. Ikkita ko'rishlaringiz mumkin holatlarini. Motor hadovo korobkalari 76 ming yurgan yaxshi. Ikkinam lazeri, ABS, konditsioner, temir gazlargacha o'rnatib qo'yishgan akalarimiz. Ko'ringchi qadrdon. Mana yonlarini ko'rishingiz mumkin. Ikkita petnoga mashina baraka bo'ladi. Yumshoq balonlarda, salonida poligi bor, obshipka holatlarini ko'rishingiz mumkin. Monitor o'rnatib qo'yilgan. Yurgani 76 ming yurgan mashina. 4-paysa avtomat korobka Nexus 3 da eng fullida minaman desanglar. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Orqalarini mana. Mashinamizda temir gazlari bor, benzin gazda. Mana bu tomon ko'rinishlari. Buning narxini qancha so'ralyapti? 9600 dollar kelishadigan joylari bor. Variant chiqadimi bunga? Faqat naqd pul asosida kelishsanglar bo'ladi. Nomeringizni aytingiz? 93 250 1011 raqamlariga aloqaga chiqing. Bu yerda 4 ta jentrasi bor. Tanlab olishdan telefon qilaverasizlar va tafsil ma'lumotni egasidan olsanglar bo'ladi akamizdan. Akalar, 2018da biz davom ettiramiz. Nexus 3 ishqibozlarga oblisovkalar qo'yilgan. Kraskasi-chi buni aka? 20-30% kraskalari bor. Ichga o'tmagan deyilyapti. Bemalol ustiga tekshirtirib olaverasiz. 4-pokoleniya temir gaz, konditsioner, ABS hamma yo'qlari bor. Motor hadovo korobkalari ishi yo'q ekan. Kraskasi 25-30% dediz-a? 25-30% kraskalari bor. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamizda salonlarda polik solingan. Probegi 270 ming yurgan, 2-paysa ko'rishingiz mumkin. Orqalarda mana poliklar solingan mashinaning saloniga. Obshipkalari. Orqa tomon ko'rinishlari, gazi bor, 4-pokoleniya. Benzin, gaz yuradi bu. Alishgan ulangan detali yo'qmi buni? Alishgan ulangan detali yo'q ekan mana bu tomoni. Narxini qancha so'rayapsiz? 6600 dollar kelishadigan joylari bor. Genalni berasizmi bunga? Genalni chiqaradi. Nomeringizni aytingiz? 93 425 31 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Genalni berasiz? Genalni chiqadi. Variantchi? Kelisha olamiz variant. 4000 puli borga faqat Andijonga kelishsa bo'ladi. Variant yo'liga telefon qilinglar, kelishsanglar bo'ladi. 2017dan ko'rsatamiz qadrdon. Kraskasi-chi buni? Kraskasi bor aka, 20-30% kraska. 20-30% kraskalari bor. Mashina dehqondan qoldimi deganlarga mana bitta qolibdi. Motor hadovo korobkalari hamma yo'g'i yaxshi. Ikkinam lazeri, ABS, konditsioner, gazlari bor ekan. Ko'rib, ustalaringizga bir qator tekshirtirib, baraka qilsangiz bo'ladi. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinaga 4 yumshoq archa balon taqilgan. Salonida 4-paysami bu? 4 yevro deganidan ikkinam lazeri yevroga yuradi akalar. Chexol, polik, ancha salonga mehr berilgan. Video registratori bor. Yurgani qancha? 137 ming yurgan, 4 yevro sanagan. Orqa salonlari ham mana ko'rishingiz mumkin qadrdon. Obshipkalari dehqondan endi mashina akalar. Orqalarda temir gazlari bor. Zapaska baloni bormi? Zapaskasi yo'q. Narxini qancha so'ralyapti? 7000 deyapsiz aka. 7000 dollar kami bor. Bozor qilishdimi, nechga berilmadi mana? Qildi aka, 61-62 ni ko'rdi. 6200 ga berilmagan Nexus 3 mashinamiz. Ustiga yursa berasiz. Suvalari butun-a? Dolasa yaxshi. Suvalari butun. Nomeringizni aytingiz? 95lik. 083 9919 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Mashina dehqonda turibdi, yana batafsil ma'lumotni o'zidan olsanglar bo'laveradi.